Assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun savdoni o'ldiradigan 7 ta ibora haqida gaplashamiz. Ushbu iboralar 4-5 yildan beri tajribadan o'tib sinalgan hisoblanadi. Ushbu iboralarni eshiting, o'zingiz uchun xulosa qiling va shu xatoliklarni qilmasangiz savdoingiz karra-karra o'sishiga sabab bo'ladi. Birinchi xatolik xohlayman pozitsiyasida bo'lish. Ya'ni juda ham kuchli kompaniyalar, o'zi umuman katta kompaniyalar yoki katta mijozlar o'zidan kuchli va kamida o'zi bilan teng bo'lgan aytaylik kompaniyalar bilan yoki insonlar bilan ishlashni xohlaydi. Shuning uchun imkon boricha sotuvda xohlayman so'zini ishlatmaslikka harakat qiling. Sababi har doim pozitsiyada, ya'ni xohlayman pozitsiyasida sizga ko'proq kerakligini ko'rsatib qo'yasizda. Misol uchun kim ko'proq xohlasa shu ko'proq to'laydi yoki shu oldinroq to'laydi. Agar siz xohlayman so'zni ko'p ishlatadigan bo'lsangiz, mijoz o'ylab qoladi. Ya'ni mendan ko'ra bunga ko'proq sotuv kerak ekan, bunga ko'proq meni mijoz bo'lishim kerak ekan degan xayolga boradi va natijada sizdan sotib olmasligi mumkin. Ya'ni bilsangiz plus minusga o'xshaydi. Ya'ni qanchalik qochsangiz mijoz sizga shunchalik keladi. Siz qanchalik yaqinlashib, qanchalik aytaylik xohlayman, qilaman deydigan bo'lsangiz, sizdan shunchalik qochadi. Shuning uchun iloji boricha xohlayman so'zini ishlatmaslikka harakat qiling. Ikkinchi xatolik, gaplashishga 1 minut vaqtingiz bormi deb so'rash. Ya'ni bu iborani so'rash o'zi xato. Nega? Sababi misol uchun sizga begona nomerdan telefon keldi. Siz ko'tardingizmi? Demak, siz unga qiziqyapsiz. Demak, sizda vaqtingiz bor. Agar men yig'ilishda yoki hozir syomkada bo'ladigan bo'lsa, menga telefon kelsa, men ko'tarmayman. Sababi men uchun muhimroq ish, ya'ni bu hozir sizlarga olayotgan videoyimiz, ya'ni syomkamiz muhimroq. Shuning uchun men telefonni ko'tarmayman. Telefonni qo'yib qo'yaman. Agar men telefonni ko'tardimmi, demak, men bemalol gaplasha olaman. Siz sotuvchi sifatida yoki aytaylik o'sha menejer sifatida telefon qilib 1 minut vaqtingiz bormi, gaplasha olasizmi deyishingiz o'zi xato. Sababi u telefonni ko'tardi, alodida salomlashdi, tanishtirdingiz, gaplashyapti. Bo'ldi, siz taklifingizni qilishingiz kerak. Siz bizga mana bunaqa nomer qoldirgan ekansiz, mana bunaqa telefon qildik deb dal shu suhbatni davom ettirib ketish kerak. Ya'ni vaqtingiz bormi, yo'qmi? Yo'q, meni vaqtim yo'q, hozir keyinroq boring deyman. Bo'ldi, tanishtirgandan keyin. Shu bilan siz telefon qilsangiz ko'tarmasligim, ya'ni sizga let tushdi, siz telefon qildingiz, qancha vaqt energiya sarfladingiz. Hech bo'lmaganda siz unga taklif qilib, uni qiziqtira olishingiz kerak ko'targan paytda. Shuning uchun bu iborani takrorlaman. Uchinchi xatolik, o'ylab ko'rasizmi, maslahatlashib ko'rasizmi yoki hozir olasizmi degan iboralarni qaytarish. Shunaqa menejerlar bor, zo'r gaplashadi. Salomlashish zo'r, prezentatsiya qilish zo'r, ehtiyojlarni aniqlash zo'r, hammasi zo'r. Oxirida hozir olasizmi yo keyinroq olasizmi? Hozir olasizmi yoki o'ylab ko'rasizmi? Yoki kim bilan maslahatlashib ko'rasizmi deb o'zi so'rab, klientga o'zi o'ylantirib qo'yadi, o'zi maslahatlashishga chorlov qilib qo'yadi. Siz prezentatsiyani qildingiz, ehtiyojni aniqladingiz, hammasi zo'rmi? Demak, mahsulot taklif qiling. Bizda mana bunaqa mahsulotimiz bor, mana bunaqa narxlarda, bunaqa chegirmamiz bor, mana bunaqa aksiyamiz bor, mana bunaqa bu deb o'zingizga taklifni qiling. Siz bilan gaplashib keldi, 4 minut, 5 minut, 6 minut, 7 minut, yarim soat davomida gaplashib keldi. Siz uni ehtiyojini aniqladingiz, prezentatsiya qildingiz, hammasini aytdingizda, endi oxiriga kelganda yo'q qarshilikni o'zingizdan hosil qilib olishingiz bu ham savdoni o'ldiradi. Lubo odam o'ylab ko'ray bo'pti deydi-da, o'ylab ko'rasizmi degandan keyin. Shundan ko'ra, bo'ldi, ma'qulmi sizga? Bo'ldi, ketdi. Mana prezentatsiyani qildingiz, uje hammasi ma'qullab kelyaptimi? Mahsulot taklif qilish kerak. Bo'ldi. 4-chi xatolik, isbotlashga urinish. Ya'ni bizda bunaqa. O'zi aslida zo'r mahsulot isbotlash shart emas. Zo'r mahsulotni hech kimga isbotlash shart emas. Ko'pchilikka telefon qilsangiz, bizning kompaniyamiz uncha yildan ishlaydi, bizda unaqa deb o'zinikini tiqishtirib ketadi. Bunga nima kerak, ehtiyojlarni umuman aniqlash yo'q, boshqa etaplarni bajarish yo'q. Faqatgina isbotlab, biz mana bunaqa qilamiz, biz bunaqa qilamiz, faqat o'zinikini tiqishtirib isbotlashga harakat qilib ketadi, ya'ni mijozga. Mijoz o'zi qayerga nomer qoldirsa, aksariyat holatda biladi, qayerga borayotganini biladi. Shuning uchun iloji boricha isbotlashga urinmang, imkon qadar mijozni eshiting, gaplashing, nima xohlaydi, ehtiyojini aniqlab, shunga mos narsani taklif qilishga harakat qiling, isbotlashga urinmang. 5-inchisi, bu narsani tan olib aytish kerak, juda ko'p marketing va sotuv bo'limlarida, juda ko'p kompaniyalarda uchraydi. Telefon qilib, misol uchun aytaylik, qanaqadir aksiya bo'ldi. Alo, assalomu alaykum, mana bunaqa kompaniya tushdimi? Ha, to'g'ri tushdingiz. Mana bunaqa aksiyangiz bor ekan, shu narsa bo'yicha menga mana shu mahsulotingiz kerak desa, sotuvchi men bilmayman deydi. Yoki xabarim yo'q edi deydi. Yoki biror narsani so'rasangiz men bilmayman deb aytadi.
yoki nimadir sotib oldim, qaytib telefon qilsangiz call centerga yo'q men bilmayman deb aytadi. Bu ham sotuvni o'ldiradigan eng katta sabablardan bittasi, bu iboralardan bittasi men bilmayman deb aytish. O'zi men bilmayman degan holatda ikkita vaziyat bo'ladi. Birinchisi rostdan ham bilmaydi, ikkinchisi qanaqadir force major holatlar bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatda nima qilish kerak deydigan bo'lsangiz, bilmaydigan bo'lsa, ya'ni ismini so'rab bilib tanishib gaplashgandan so'ng 1 minut kutib tura olasizmi? Hozir men sizga 1 daqiqa so'rab beraman. Hozir so'rab aytib beraman. 1 daqiqa deb iloji boricha bilmadim, aybini tan olib, boshqa birov o'zidan bitta yuqori pog'onadagi insondan so'rab bilib aniqlashtirib mijozga to'g'ri ma'lumot yetkazish kerak bo'ladi. Men bilmayman deb turib olish u sotuvni o'ldiradi. 6-inchisi siqilgan sotuvchi. Bu ibora emas, lekin bu ham sotuvni o'ldiradigan narsa. Ya'ni alo deb mana cho'zilib, o'zi gapirganda emotsional holat, o'lik holatga tushib qolgan insonlar ham sotuvchilar sotuvni o'ldirishga sababchi bo'ladi. Telefon qilasiz, alo, qanaqa yordam bera olaman sizga? Ya'ni cho'zilib, tortib gaplashgan sotuvchi ham ya'ni sotuvni ancha o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun iloji boricha bu xatoni siz takrorlamang, tortmang, iloji boricha svejiy, bodriy bo'lib, yaxshi kayfiyatda gaplashing. Sababi telefonda qarshingizda gaplashayotgan inson, misol uchun siz katta cheklar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, 50 million, 100 million, 200 million, 300 million, 1 milliard cheklar bilan ishlayotgan bo'lsangiz, u inson ham ahmoq emas, shuncha pul to'lab sotib oladigan inson. Uni sizda emotsional holatingizni, kayfiyatingizni, siz qanchalik gaplashishingiz kelayotganini bilib his qilib turadi. Shuning uchun iloji boricha yaxshi holatda, yaxshi kayfiyatda gaplashishga harakat qiling. Agar charchagan bo'lsa, chiqib dam olish kerak, keyin davom ettirish kerak bo'ladi. Oxirgisi 7-inchisi, bu juda ham muhim. Juda ko'p sotuvchilar mijozga telefon qilgan paytda mijoz sovuqqonlik bilan sizga munosabatda bo'ladi. Ya'ni, "Xo'sh, gapiring. Nima? Qancha narxi? Nima bo'ladi? Garantiya bor." Ya'ni sovuqqonlik bilan sizga munosabatda bo'ladi. "Xo'sh, gapiring" degan paytda sotuvchi tezlik bilan "Bizning kompaniyamiz bunaqa edi, bizda bunaqa mahsulot bor, narxi buncha edi, bunaqa aksiyamiz bor, bunaqa olasizmi" deydi. Unaqa paytda gapirib ketish juda ham katta xato. Undan ko'ra gapirishdan oldin siz mijozga counter, ya'ni qarshi savol berishga harakat qilishingiz kerak. Xo'sh, gapiring degan bo'lsa, albatta gapiraman. Faqatgina siz o'zingiz hozirgi holatingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, shundan keyin sizga to'g'ri keladigan, ma'qul keladigan narxda va ma'qul keladigan mahsulotni taklif qilaman deb counter savol berishingiz kerak bo'ladi. Sizda aytaylik, yoshingiz necha yoshda? Qanaqadir kurs sotadigan bo'lsangiz, qanaqadir dieta kurs sotadigan bo'lsangiz, kiloingiz qancha, bo'yingiz qancha yoki nimadir mahsulot sotadigan bo'lsangiz, uyingiz qayerda joylashgan, ya'ni sizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, hammasini so'rab, keyin gaplashishga to'g'ri keladi. Agar "Xo'sh, gapiring" deb bunaqa sovuqqon mijoz bilan gaplashishda davom etadigan bo'lsangiz, u sizga sotuv ham olib kelmaydi, sotuvchining kayfiyatini ham tushirib qo'yadi. Shuning uchun counter savol berishga harakat qiling. O'rtoqlar, yuqorida 7 ta sotuvni o'ldiradigan holatlar haqida gaplashdik. Qanaqa bo'ldi? Sifatli bo'ldimi? Qanaqadir foyda ola oldinglarmi? Yoki o'zingizda qanaqadir insaytlar hosil bo'ldimi qo'llab ko'rishga? Shuni izohlarda yozib ketinglar. Bu bizga izohlarda yozishinglar qo'shimcha kuch, motivatsiya bag'ishlaydi. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'rtoqlar, albatta sahifamizga obuna bo'lish, izohlarda o'z fikringizni yozib, like va kommentariy bilan to'ldirib ketish esingizdan chiqmasin. Bo'ldi.